keldik. Gulobod. Gulobod mahallasi hamda Sunnatulloh akamizni ziyorat qilgan kelamiz. O'shamiz sal mazasi yo'q edi, og'irroq edi. Shunga endi ziyorat qilgan kelamiz. Akamizni barakat topganda Ro'za bog'iga bir keldik. Salom topshiraylik. Mazasi olganda eshitish bilan ko'raylik qani. Sunnatulloh. Sunnatjon. Mumkinmi? Aman. Sunnat. Va alaykum assalom. Shergam Sunnatulloh. Keling. Ziyoratga kelamizda. Va alaykum assalom. Yaxshimi uka? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Apa yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? Ona yaxshimisiz? Charchamoqsizmi? Salomat bo'lasiz. Bugun vaqt ayirib kelamiz Sunnatjon ko'rgani. Sunnatulloh, qandaysan? Sunnatjon, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimi o'zing? Sog'liqlaring yaxshimi? O'zingizga yaxshimi? Turma. Yaxshimisan? Sog'lik, salomatliging, hayot yaxshimi? Charchamay yuribsanmi? Yana bir vaqt. Qandoq Sunnatulloh? Sog'liqlaring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Tinchmisan? Qandoq? Kayfatlar, charchamasdan. Turma, avromen o'qijon. Qandoq? O'zingizga yaxshimi? Charchamay yuribsanmi? Barakat. Xudo xayrli qismi ish qilib. Zera, xudoga shukr. Ana shuni topib qo'yaman. Barakat. O'zingizmi? Ben to'la. Siz qani onajon? Charchamoqsizmi? O'zingiz yaxshimi? Qanday o'zingiz? Yaxshi, xudoga shukr. Mana kecha telefon qildingizda bozorga haydab, shu bugun bir vaqt ayirib kelamiz. Rahmat. O'zingiz yaxshi Sunnatjon. Qanaqa bo'libdi? Sog'lig'ingizmi? Yotib chiqsan, shuni o'tsan işte. Yana bir haftadan keyin boraman. Hozir больницаdan keldim, men ham doktor bilan gaplashib keldim. Bir kun lecheniyangiz necha plagan? Keling bek onajon. Har xil. Taxminan necha ketadi bir kun lecheniyangizga shunga? Shundan Har xil sistemasiga qarab yozib beraveradi. Endi bu kisham bilmaydi-da, bugun 4 million desa, ertaga 3 million deyishi mumkin, 2 million deyishi mumkin, bir kun 10 million deyishi mumkin-da. U bilib bilmaydi bu lecheniyani. ancha yaxshimi? Yaxshi e'tiborga og'irib qoldi. Endi birinchi martasi hali. Ro'za bog'iga keluvdik, ha? Ha. Hurmatli saxovatli eshitgan insonlarimiz, ana Sunnatulloh ukamizni bir marta ham Instagramga, Telegramga olib chiqqan edik. Achchiq bo'lsa ham haqiqatni aytaman. Uni o'zini kartasini ham qo'ygan edik. Barakat topdim, mana ahvoli og'ir. Saraton kasalligiga chalingan ukamiz. Shuni qo'llaringdan kelsa imkon qadar ehsonni mukofoti ehson. Bizga ham hozir 3 marta telefon qildilar. Kelamiz shundan olib chiqqan kelamiz. Bizga montaj emas bizatki, tabiiy, original video bilan nima qilamiz. Qo'llaringdan kelsa, kimdir ehson qilaman, ko'ngliga nimadir tugib qo'ygan bo'lsa, Maramat Gulobod mahallasiga qaysi ko'chada be? Husayn Boyqaro ko'chasiga mana Sunnatulloh ukamiz mana og'ir ahvolda yotibdi. Shuni mana erta bir haftadan keyin yana lecheniyasi bor ekan. Kurs lecheniyasiga nima olasan? Kimyo olagan. Shunga qo'llaringdan kelgancha bir kurs lecheniyasi ham kamiga 3,5 million, 4 million atrofida bo'ladi. Qo'llaringdan kelsa shu ukamizga yordam beringlar. Imkon qadar o'zi bu ukamiz Hindistonga ketish kerak edi, Ro'za bog'iga. $300 ming yig'ib Hindistonga borib o'sha operatsiya qilish kerak edi barakalla. Shunga hozir kartasiga ham 1 so'm pul tushgan emas baloni. Agar ishonmayotgan bo'lsa, hali o'zlaring kelib, o'zlaring ko'zlari bilan ko'radi. Shunga imkon bo'lsa, mana hozir $300 ming pul kerak Hindistonga borib operatsiya qilish kerak edi. Ukamizni mana hozir hayoti xavf ostida turibdi. Kimdir shuni hayotini saqlab qolishga masalan sababchi bo'lib qolsa, Alloh ajrdan hasillar bilan hammasiga bersin. Bir insonni umrini saqlab qolish sababchi bo'lib qolamiz vositachi. Mana o'zini karta raqamlarini qo'yamiz buni. Qo'llaringizda 5 mingdan bo'ladimi, 10 mingdan bo'ladimi, shu karta raqamini tashlasangiz to'g'ri ko'l bo'ladi. Shunga befarq duolar, sizlardan iltimos, mana har xil chak-chuqlar
reklamalarga, roliklarga podpiskalar bosamiz, layklarni ko'paytiramiz. Lekin mana bunaqangi vaziyatlarga, bunaqa og'ir ahvolda yotgan ukalarimizga, birodarlarimizga laykni bosib, podpiskani bostirib, qo'ldan kelgancha shu ukalarimizga yordam beraylik. Ba'zi birlarimiz o zamonda endi bu yomonlash emas. Ovqatdan gar o'ynaysizlar, boshqa qilasizlar, masalan, bosim bobodek sambasi yeysizlar, $500dan, $600dan gar o'ynaysizlar. O'sha $500, $600 garolaringga mamnun o'xshagan nochorlar, miskinlar qancha odamlar yotibdi. Mana shunaqalarga tikinglar qo'llaringdan kelsa savob bo'ladi. Bu qizg'onish emas, bir ko'rolmaslikdan emas. Bu yaxshilikka yetaklash. Ehsonning mukofoti ehson bo'ladi. Biza o'rtadagi bo'lsa, biza mana shuni olib chiqamiz. Qo'limizdan kelgani qamar olib kelib beramiz. Bizlardan boshqa joyga bu kun ham apamizga hukumatga ehson qilib berdik. Bu ham ko'rak saraton bo'lgan ekan apamiz, shunga hukumatga yedirib berdik. Keyin biz hozir Jo'ratepa mahallasiga bitta kampirga 70 ga kirgan onaxon, Hojimo onaxonni o'zi uylar qurilgan, hasharga qurilgan uyga shuni ustini yopishga yordam beramiz. Bolalarni olib berdik, shuni o'zi eshik tirzasini galvanon qilib berdik. Mana o'zi starafilni bozorda olib beramiz. Endi bizatki shunaqa ish. Ertaga kechani o'zi ehson yigit naqilib, shu hozir katta vaqtimiz bormi akamizga yurumda shu sunnatjonlikda xabar olib kelaylik deb shuni hozir ziyoratga kelamiz xolajon. Shunga hurmatli hamyurtlarimiz, barcha ko'pchiliklar saxovatgacha kuzatuvchilar, qo'llaringdan kelsa mana yordam beringlar. Agar ishonmasangiz o'zlaring kelinglar mana. Ko'ringlar ahvolini ko'ringlar, qo'llaringdan kelsa yordam beringlar. Savobini, ajrini Alloh sizlarga bersin. Biza tilayotgan shu xolajon. Hammaga Alloh shifo bersin xolajon. Amin. Onajon bitta duo qilasiz, biza qaytamiz. Nasib bo'lsa mutlaqo amalga qo'yamiz xolajon. Inson befarq emas, odam yaxshi insonlar bor. Va Xudo xolasa hozir agar bugun vaqtim bo'lsa, shu katta masjidga ham o'taman imomga. Tushuntiraman. Qo'ldan kelsa e'lon qiladi namoz jumatini. Agar e'lon qilmasa, biron Xudo mehribon. Bu buyoqqa boshqarib qo'yadi ekan. Qani? Bolas so'rab. Onajon o'qimda duo qiling, keling dedim. Allohim ishqi hammalaringizga, kattalaringizga baraka bersin. Amin. Ko'p shifosini bersin, ishqatorimning bolajonimni ham shifosini bersin. Sizlar mana el ustiga yuribsizlar. Allohimgina ishlaringizni barorini bersin. Sizlarni shu kattakonlaringizga ham Amin. Allohimgina ro'zg'orlari tinch bo'lsin. Sizlar bizlarga beribsizlar, sizlarga Xudo bersin, mingini bersin, tumanini bersin. Hamma sog' salomatgina bu niyatlariga yetibgina yursin. Shukatorim meni bolajonimga shifosini bersin. Rahmat, borlaringizga shukr. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.